Assalomu alaykum Farg'onaliklar va Oltiariqliklar. Biz hozir Farg'ona shahridamiz. 2026-yil bilan barcha Farg'onalik va Oltiariqliklarni tabriklayman. Nimaki niyat qilgan bo'lsalar, 2026-yilda ushalsin. Hozir biz Farg'ona shahridagi San'at saroyidamiz. Oltiariqliklar shu yerda. Oltiariqliklar tomonidan shu yerda gala konsert bo'lmoqda. Oltiariqda obuna bo'linglar. Men sizlarga aytganman, obuna bo'lib qo'ysalar, zo'r yangiliklar sizlar uchun taqdim etib turaman degan mana. Yana odimlaydi soat millari, hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ladi. Oltiariqliklar shu yerda, madaniyati shu yerda. Qani konsert yoqyaptimi? Davay. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan. Men aytganman, Oltiariqda degan kanalga obuna bo'linglar deganman. Instagramda ko'ryapsizlarmi? Instagram degan kanalimiz Farg'onani ham zabt etdi. San'at saroyida monitorda mana Oltiariqda degan yozuv. Nima deyman endi? Obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.